Bu kim apimi? Bo'lmasa men dugonalarim bilan aylanib kelaman. Erkaklar bo'lmasligi aniqmi? Yo'q, erkaklar bilan kecha aylanganda. Ha, juda kulgili. Bo'pti, xayr. Shokir aka. Ha, xotin. Kim bilan yozishyapsiz? Do'stlarim bilan. Qizlar bilan emasmi ishqilib? Qizlar seni yonimdaligingni bilishadi. Shunday ekan ular bilan keyinroq gaplashaman. Xotin, to'xta. Bu hazil edi. Sen necha yoshsan? 25 yoshda. Yo'q bana. Ha, biz qarayapmiz. Biz qarayapmiz dedingmi? Tushunmadim. Ha? Biz? Xo'p, unda sen necha yoshdasan? Men endagina 19 ga to'ldim. 2006larning butun hayoti oldinda turibdi. Ko'rmayapsanmi qanchalar kuchga to'lganman? Balki miloddan avvalgi 2006-yildirsan. Tushunmadim. Sen menga hazil qildingmi hozir? Nega buncha katta ko'rinasizlar? Oyi, sizga bir narsa aytaymi? Ha, Shokir, nima bo'ldi yana? Kecha avtobusga chiqqanimizda dadam menga joyimni bitta ayolga bo'shatib berishimni aytdi. Ha, o'g'lim, yoshi kattalarga joy berish kerak. Lekin men dadamni tizzasida o'tirgandim. Agar meni aldaydigan bo'lsang, bu yolg'on detektori ovoz chiqaradi. Shunday ekan, faqat rostini ayt. Shu paytgacha qayerda eding? Men kutubxonada edim. Mayli, do'stlarim bilan kinoga borgandik. Mayli, o'rtog'imnikiga qizlarni chaqirib ko't bo'lib qolguncha ichdik. Bu nimasi, o'g'lim? Men seni yoshingda og'zimga yemamaganman. Biz bolalar bilan yig'ilib faqat dars qilardik. Bu bola aniq sizdan bo'lganda. Ёбаный хуй пулять! Nega bugun basharaysiz g'ijim? Baxtsiz hodisa sabab yana bitta yaqin do'stimni yo'qotdim. Yo xudoyim, nima bo'ldi o'zi? Shokir o'rtog'imning barmog'i nikoh uzugiga kirib qoldi. Salom, men Amerika orzusi uchun keldim. Shundan bitta bera olasizmi? Xo'sh, birinchi bo'lib sizga $40,000 oliy ma'lumot kerak bo'ladi. Oh, men bu davlatga faqat $500 bilan keldim xolos. Muammo yo'q. Bu $40,000 kreditni oling va keyingi bo'limga o'ting. Tushunarli, rahmat. Salom, menga Amerika... Agar sizda Amerika oliy ma'lumoti bo'lsa, ishingizga yetib olish uchun moshin kerak bo'ladi. Yaxshi. Bu $20,000 bo'ladi. Lekin mening pulim... Bu kreditni oling va keyingi bo'limga o'ting. Keyingisi uy sotib olish uchun $400,000. Bu kreditni oling va sizning 30 yillik foizingiz bilan hisoblaganda uy sizga $1 million ga tushadi. Lekin buncha kreditni necha yoshimgacha to'layman? Agar omadingiz kelsa 65 yoshgacha. Nihuya себя, серьезно? Men vatanimga qaytib ketaman. Shunday ekan, pashol naxuy. Rahmat, xotin. Ha, bilasanmi, kechagi gaplarim uchun afsusdaman. Nahotki? Ha, senga bunaqa yomon gapirmasligim kerak edi. Sen haq eding, men esa nohaq. Hechqisi yo'q, sizni kechirdim. Qornim bilan. Buni yemang. Nega? Ey, ovqatimga nima qilgan? Wherever you go, that's where I follow. Nobody don't know tomorrow. I'ma love you like sky. Agar ayol kishi har doim haq bo'lsa, erkak kishi bo'lsa har doim nohaq bo'lsa, demak erkak kishi ayolga uning haqligini aytsa, u nohaqmi? Oyimni ko'ttaligini topib oldim. Nimasini topib olding? Ko'ttaligi. Nima edi u ko'ttalik? Ko'ttalik. Yo'bbani, oyingni nimasi? Ko'ttalik. Bilat, nima degani u? Bu. Kundalikni aytganmiding? Ha, menimcha oyim chaqaloq paytimda buni yozganlar. Iltimos, buni menga o'qib bergin. Nega oyingni kundaligini men o'qib berishim kerak? Men yaxshi o'qiy olmayman. Qoni bu yoqqa berchi. Bolamni bugun qo'limdan tushirib yubordim. Boshi bilan tushdi. Biram besunaqayman. Mana gap qayda ekan.